Mana kran keldi. Hozir orqasidan ikkita mikser keladi, beton olib keladi. Shu kran mana quyib beradi. Mana xullas betonimizni quyib oldik. Betonimiz hali bitgani yo'q, lekin shu turishiga 200 ming pul ketdi. Taxta, armatura, beton, nasos, xullas hamma narsasi bo'lib 200 ming ketdi. Yana bir 200 ming расход qilinsa, beton полностью bitadi. Ichiga qum to'ldirib, uteplit qilib, kanalizatsiya narsalarni olib kirib, keyin ustidan yana 10 santimetrlik plitishni beton quyiladi. Ana shunda beton bitgan bo'ladi.